Ramziddin ukamiz mana chiroyli yaponimizni bitirdilar, ishlardan xursand bo'ldim. Ishlar yoqqan uchun o'zim kutib yurib mana niyatimga yetdim. Tan jonlari sog' bo'lsin, topganlari yaxshiliklarga, xursandchiliklarga buyursin. Ukajon rahmat. Topganingiz hamisha yaxshi bo'lsin. Aytilgan muddalda bo'ldimi? Juda vaqtida bo'ldi. Aqa-baqa yurmadi. Oilaga shukur. Tan jonlari sog' bo'lsin. Hamisha ellar dog'ida bo'ladi. Ellardan qolmadi. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z joylariga o'rnadi. Bu yer manzili Namangan viloyati 3 tuman bo'ladi, Oshton. 3 tuman bo'ladi. 3 tumani To'raqo'rg'on, Yo'qo'rg'on, Mafey. Yangiqo'rg'on, Mafey ekan. Xo'p, bu yerga xudo xolasa 7,5 metr bo'lgan veranda o'rnatib berdik. Balandligi 2.65 bo'ldi. Bu tomon razmeri bir boshdan boshlasak, Zolotoy dub alyumin seriya, taylari arkafon, bir qavat yo'l yo'nida bo'ldi. Xo'p, 3.25 ga, endi balandligi 2.65 bo'lgan hammasini. Xo'p, bu tomon ikkitadan ochilish qilib berganmiz, 6 ko'zli qilib. Bu tomon razmerlari 1.95 ga, balandligi 2.65, bu tomon 2.20. Bu yerda bitta ochilish bor. Bu yerda esa bitta 90 eshigi bor. Mana zina lesnitsamizga kirish hisobi bilan 90 eshikka to'g'ri keldi. Eshigimizning sel yuzligi 2.10 bo'lgan, pastdan tepagacha. Xo'p, bir yo'l ichkari ko'rinishlari hammasini batafsil ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, termoruchkalar bilan akfani xudo xolasa hamma yo'q original holatda bo'ldi, ruchka zamonlari hamma yo'q shu holatda bo'ldi. Xo'p, ichkari ko'rinishlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ichki holatlari bu yerda summasini bir yo'l boshida aytib o'tib ketaman. Shu joyimizga olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q bo'lib 10.600.000 so'm bo'ldi. 1 kvadrat narxi 530.000 so'mdanga to'g'ri keldi. Xo'p, bu yerda adashmasam 20 kvadratga yaqin razmer bo'lishi kerak. Men hisobim bo'yicha. O'zingizlar ham bitta tushib olasizlar. Xo'p. Xudo xolasa ichkari ko'rinishlari, delfin ruchkalari, akfani yangilangan pechatlari bilan xudo xolasa chiroyli holatda bo'ldi. Yopilishlari ham yengil holatda. Stokalarni ham uzun holatda seli qilib berganmiz. Eshiklarimizga to'rttadan akfa pechatlaridan ham to'rttadan petlilarni qo'yib berganmiz. Shtobi eshik yana katta, keyinchalikka osilib qolmasligi uchun. Girovkalari ham yengil holatda bo'ldi. O'rtalar ustunlari turbadan bo'lgan ekan, shunga turbaning o'rtasini olib, penalarni ham 1 sm atrofida zazori bor. Penalarni to'liq holatda serib berdik, tepalari polni yopishgan. Xo'p, shu holatda bo'ldi. Xudo xolasa ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan lak bosib qo'yasizlar. Yonlariga ham temir shurublar bilan atido qatirilgan turbaga bo'lsa ham. Paylarini polga yetmagan ekan, shuning uchun tayda penalar atido bo'ldi-yu, poldan pastroq bo'lgan ekan, pol oxirigacha bo'lmagan ekan. Shuning uchun qolgan zazori polda hisobiga bo'ldi. Hisob keyinchalik teng qilib olsa, eshik tegib qolmaydi pastga. Ochilganda hamma yo'g'ini hisoblarini olganmiz. Xo'p, videomiz yoqqan bo'lsa, bu tomonlarni ham ko'rsatib o'taman. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa ishimiz yakuniga yetdi.